Qanday qilib o'quv markaziga mijozlarni magnitdek jalb qiluvchi marketing tizimi orqali 30 kun ichida 765 ta yangi o'quvchi jalb qildik. Ushbu videoda biz siz bilan Obses marketing agentligi loyihalarida qilingan natijalardan bittasini batafsil ko'rib chiqamiz. Agar mabodo meni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, ismim Aziz, Obses marketing agentligi asoschisi va rahbariman. Agentligimiz 6 yillik real tajribaga ega va shu vaqtgacha 200 dan oshiq loyihalar marketingida jamoa bilan muvaffaqiyatli ishlab kelyapmiz. Oxirgi 1 yildan beri marketing harakatlarimiz orqali mijozlarimizga har oy to'xtovsiz 500 ming dollardan oshiq sotuv olib kelganmiz va har oy loyihalarimizga 15 mingdan oshiq lead va 20 mingdan oshiq jonli obunachilar olib kelamiz. Shu vaqtgacha YouTube formatda juda ham ko'p foydali videolar qilishga harakat qilganmiz. Ko'pchilikka juda ham foydali bo'lgan, lekin bitta aniq rubrika bilan, aniq tizim bilan bu narsani o'zimizdagi loyihalarning ichidagi qilinayotgan ishlarni tahlilini ochmaganmiz. Xudo xolasa bundan buyog'iga mana shuni birinchi video sifatida qabul qiladigan bo'lsak, marketing case tahlillar degan rubrika qilamiz. Bunda biz Obses marketing agentligidagi loyihalarda qilingan natijalarni odatda biz loyihalar bilan uzoq vaqtdan beri ishlab kelayotgan bo'lsak ham qaysidir bitta oylik natijamizni olib tahlil qilib beramiz. Qaysidir holatlarda esa butun bir 6 oylik, 1 yillik yoki 4 yillik natijalarimizni bitta qilib case tahlili sifatida beramiz. Ushbu rubrikada jamoam bilan qanday qilib turli yo'nalishdagi bizneslarga marketing orqali natija qilganimizni batafsil tahlil qilib beraman. Real case'da, aniq raqamlarda, aniq qadamlarda bilib olasiz. Bu narsalarni biz bunaqa natijaga erishish uchun juda ham ko'p narsani test qilganmiz. Bu test qilish jarayonida juda ham ko'p vaqt yo'qotganmiz, energiya yo'qotganmiz, pul yo'qotganmiz va shulardan xulosa qilingan nima narsa sizni biznesingizda marketingda ishlaydi, nima narsa yaxshi ishlamaydi, bu narsalarni biz vaqt, pul, energiya yo'qotib sinaganmiz va sizga eng yaxshi xulosalarini bu videolarda ulashib boraman. Shu orqali siz sinalgan marketing instrumentlari haqida, qanaqa loyihada qanaqa natija kelishi mumkinligi haqida real case'larda bilib borasiz. Xo'p, ushbu video kim uchun foydali bo'ladi? Avvalambor, agar siz biznes egasi bo'lsangiz, istalgan yo'nalishda ishlayotganingizdan qat'iy nazar, ushbu videodagi o'sha eng fundamental qoidalar o'zgarmaydi. Bu hozir o'quv markazi misolida sizga tahlil qilib berayotgan кейsimni siz umuman boshqa yo'nalishdagi xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish va hokazo yo'nalishdagi loyihalaringizda ham qo'llasangiz bo'ladi. Lekin aynan siz ta'lim yo'nalishida faoliyat yuritadigan bo'lsangiz, bu sizga yana ham foydali bo'ladi. Chunki biz bu usullarni shu vaqtgacha o'quv markaz, onlayn ta'lim platformasi, xususiy maktab, xususiy bog'cha, xususiy universitet va boshqa ta'lim loyihalarimizda bu usullarni ishlatganmiz va doim natija olganmiz. Shuni real misolda ko'rasiz va siz ham bu orqali o'zingizda ta'lim loyihangizga qanaqa qilib marketing orqali yaxshi natija olib kelish mumkinligini bilib olasiz. Xo'p, qisqacha tanishtiruv va video mundarijasi haqida qismimiz tugadi. Endi case razborini ichiga kiramiz. Bu o'zi qanaqa loyiha? Ustoz akademiyasi O'zbekistondagi eng katta arab tili o'quv markazlaridan biri. Toshkent bo'yicha 8 ta filialga ega, 3000 dan oshiq doimiy aktiv o'quvchilariga ega, ta'lim sifati va o'qituvchilarning malakasi bo'yicha boshqa markazlardan ajralib turadigan loyiha hisoblanadi. Xo'p, bizning oldimizda o'zi qanaqa muammolar bo'lgan va bu muammolarni biz qanaqa qilib hozir sizga ko'rsatib beradigan 5 ta qadamimda hal qilganimizni ko'rsatib beraman. Birinchi eng katta muammolardan bittasi bu mijoz narxini tushirish. Siz reklamaga, marketingga, sotuv bo'limiga pul sarflayotgan ekansiz, sizga mijozli kelishi boshlaydi. Bu birinchi qadam. Agar siz bu narsalarni tizimli marketing qilmasangiz, tizimli reklamaga pul sarflamasangiz, tizimli sotuv bo'limingiz bo'lmasa, siz mana shu joyni o'zida katta yo'qotishdasiz. Lekin bu narsalarni qilganingizdan keyin ham sizda yana bitta muammo paydo bo'ladi. Pul sarflayotganingizga yarasha natija olmaslik muammosi. Bu narsa nima deyiladi desa, bitta mijozni narxi bor. Siz bir oyda 10 ming dollar sarfladingiz, 100 ta o'quvchi kelsa, misol uchun bitta o'quvchining narxi menimcha summadan tushibdi degan narsa chiqadi. Endi agar siz shu reklama byudjetini oshirmasdan turib, shu orqali keladigan sotuvlar sonini oshiradigan bo'lsangiz, sizda samaradorlik oshadi va reklamaga 1 so'm sarflab va reklamaga 10 so'm sarflab turib qilgan rezultatingiz xuddi shu 10 so'mni sarflab turganingizda 2 baravar, 3 baravarga yaxshilanishi mumkin va bu siz uchun bir juda ham kuchli qurol bo'ladi. Ikkinchisi, sifatli leadlar sonini oshirish. Lead narxlari qimmatlab, sifat tushib ketgan. Ya'ni boshlanishida reklamaga pul sarflaganingizda, yaxshi yangiliklar qilgan paytingizda
murojaatlar, ya'ni zaявkalarning narxi tushadi. Keyinchalik siz doimiy ishlash jarayonida bozorda raqobatchilar oshadi, videolaringiz, reklamalaringiz, kreativlari eskiradi, mijozlaringiz talablari o'zgaradi va hokazo holatlar orqali lead narxlari yana qimmatlashib ketadi. Va bizning oldimizdagi mana shu muammolardan bittasi lead narxini arzonlashtirish kerak bo'lgan va sifatni oshirish kerak bo'lgan. Uchinchi eng katta muammodan bittasi sifatli leadlar bor, shu leadlarni sotuvga aylantirish konversiyasi past. Misol uchun 100 ta sifatli leaddan aytaylik 10 tasi pul to'layotgan bo'lsa, endi bizning vazifamiz 100 ta sifatli leadni qanaqa qilib 15 tasi, qanaqa qilib 20 tasi to'lov qilishiga sabab bo'lishimiz mumkin. Aynan mana shu o'sish sifatli leaddan sotuv konversiyani o'sishi bu o'sha konversiyani oshirish qismi hisoblanadi. 3 ta muammoni aytdim. Endi siz bilan qanaqa qilib 30 kunda 756 ta o'quvchi olib kelgan bo'lsak, bunga doir bo'lgan 4 ta eng muhim raqamlarni yashirmasdan ochiqchasiga aytaman. Birinchisi, biz reklamaga qancha pul sarfladik? Biz 1 oy ichida reklamaga $6153 sarfladik. Ikkinchi eng muhim raqam, $6153 sarflaganimizda nechta sotuv bo'ldi? Sotuv soni 756 ta. Uchinchi eng muhim raqam, shu 756 ta sotuvdan bizga necha pullik sotuv tushum tushdi. Odatda ko'pchilik marketingga pul sarflaganda shu postlar soni, axlatlar soni, obunachilar soni, leadlar soni bilan o'lchaydi. Biz o'zimizning loyihalarimizda natijalarimizni sotuvlar soni, sotuvlar summasi bilan asosan mana shu raqamlarda yakuniy nuqtasini qo'yib beramiz. Biz yaxshi ishlab, yaxshi lead olib keldik, sifat oshdi, подписчик ko'paydi, brend tanildi va hokazo. Oxirida biznes egasida pul ko'rinishda ko'rinmaydigan bo'lsa, bu natijalarni sodda qilib aytganda cho'ntakka solib bo'lmaydi. O'sha uchun ham biz marketingda qilayotgan ishlarimizni cho'ntakka solib bo'ladigan natijalarda yakunida o'lchashimiz kerak. Demak, 3-chi muhim metrikamiz jami sotuvlar summasi 756 ta o'quvchidan bizga o'sha oyning o'zida 324 million so'mlik yangi sotuv bo'lgan. Bu yangi sotuv deb nimaga urg'u qaratyapman? Bu o'quv markazini doimiy o'quvchilari pul to'laydigan summadan tashqari shu summaga qo'shimcha ravishda shu oyda qo'shilgan 324 million so'm tushum hisoblanadi. Endi markazga olib kelingan umumiy qiymat, ya'ni biz aytishimiz mumkin 756 ta o'quvchi bizga qancha pul olib keldi deyishimiz mumkin. Bu birinchi oyda 324 million so'm. Lekin bu o'quvchilar 6 oy davomida o'rtacha olib qaraganda shu summani markazga to'laydi. Bu degani markazga mana shu 756 ta o'quvchi olib keladigan qiymat 6 oyni ko'paytiramiz 324 million so'mga, shunda 1 milliard 944 million so'mlik daromad olib keladi maktabga. Bu LTV. Bu raqamni nima uchun o'lchashingiz muhim? Chunki siz birinchi marta reklama byudjetingizni oshirib, qanaqadir sotuv qilgan paytingizda mana bunaqa fikrga kelishingiz mumkin. 6000 pul sarflab 324 million so'mlik sotuv bo'lsa, menga to'g'ri kelmaydi deyishingiz mumkin. Lekin siz bu yoqda eng muhim boshqa metrikani hisobga olishingiz kerak. Bular sizga 1 oy pul to'lamaydi. Siz faqat birinchi oyda shu to'lagan puli uchun $6000 pul sarfladingiz. Lekin bular qolgan 5 oy davomida sizga mana bunaqa reklamli byudjet sarflamasdan turib, sizga doim mana shu summani to'lab keladi. Umumiy olganda siz bir marta $6000 pul sarflayapsiz va 324 million so'mdan 6 oy davomida to'xtovsiz daromad qilyapsiz. Biznes egasi sifatida mana shunaqa raqamlarga qaraydigan bo'lsangiz, marketingga pul sarflash kerakligini, qanaqa qilib marketingdan yaxshiroq natija qilish mumkinligini tushunib olsangiz, siz demak natijalarni raqamlarda ko'rishni boshlaysiz, reklamaga ko'proq pul sarflashni boshlaysiz va bu orqali raqobatchilaringizdan oldinga o'tib ketishingiz oson bo'ladi. Nima uchun bunaqa deyapman? Juda ham ko'pchilikda men ko'rganman, ta'lim sifati o'zi yaxshi. Ta'lim sifati bo'yicha bemalol bir-biri bilan raqobatlasha oladi. Yaxshi o'quvchilari bor, yaxshi natijalari bor. Endi ta'lim sifati yaxshi bo'lmagan, faqat marketingga, pulga qiziqib ishlaydigan bizneslarni inobatga olmayapmiz. Biz ishlaydigan hamma loyihalar o'zini sohasida chempion bo'lgan loyihalar hisoblanadi. Shuning uchun ham biz ularni shu qilayotgan ta'lim sifatini, natijasini marketing orqali mijozlarga to'g'ri yetkazib berish orqali ularni sotuvlarini, doimiy mijozlarini oshirishga xizmat qilamiz. Va mana shunaqa qilib reklamaga byudjet sarflaganingizdan keyin sizga misol uchun har oy 700 ta, 1000 ta yangi o'quvchi keladigan bo'lsa, sizni oyma-oy sizga pul to'laydigan o'quvchilarning soni ko'payadi. Undan tashqari asosiy sotuv kanali
baribirga ham O'zbekistonda sarafan marketing yaxshi ishlaydi. Ya'ni tavsiya orqali kelgan mijozlar juda ham yaxshi ishlaydi, juda ham sodiq bo'ladi va agar siz o'quvchilaringizni doimiy ravishda yaxshi natijaga chiqaradigan bo'lsangiz, ular sizni boshqa sheriklariga tavsiya qiladi va tavsiya orqali kelgan sotuvlar sizga deyarli tekinga tushadi. Nimaga? Chunki bu yerda na marketing jamoaga pul sarflaysiz, na reklamaga pul sarflaysiz, na sotuvchilarga pul sarflaysiz. Bu yerda shunchaki sizni o'quvchilaringiz sizga yangi o'quvchilarni bepulga olib keladi. Bu degani qanaqa qilib ko'proq odam sizni tavsiya qilib, tavsiya orqali ko'proq odam sizni biznesingizga kelib pul to'lashi kerak desangiz, qancha yangi o'quvchini olib kelsangiz, bular shuncha ko'proq tavsiya qiladi. Shu orqali siz bu yoqda yutadigan narsangiz $6000 pul sarflaganingizda nafaqat 656 ta o'quvchi va nafaqat birinchi oy uchun to'lanadigan 324 million so'm. Undan tashqari bu o'quvchilarni 6 oy davomida to'xtovsiz to'lashi va bu o'quvchilarni shu 6 oy davomida va undan keyingi muddat davomida sizga boshqa o'quvchilarni tavsiya qilishi ham sizga plyusga ishlaydi. O'sha uchun ham birinchi o'rinda tushunib olishingiz kerak bo'lgan narsalardan biri bu reklamaga pul sarflash. Demak, endi asosiy qadamlarga o'tamiz. Biz bu narsalarni to'g'rilab olish uchun biz o'zi nima o'sha 5 ta qadamdagi ishlarni amalga oshirdik. Birinchi qadam muhim raqamlarni belgilab olish. Juda ham ko'pchilik shu marketing jamoalar bilan natijaga erishmasa, qo'pol qilib aytganda bosh aylanib qoladi. Ya'ni nimaga e'tibor berish kerak o'zi? O'zi qayerga qarab borish kerak? Men e'tibor berayotgan narsa o'zi menga kerakli narsami degan joyda adashib qoladi. Bu yoqda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan eng muhim, ya'ni brendingizni tanilishi mana shu eng muhim metrikalar orqali bo'ladi. Siz mana shu metrikalarga e'tibor qaratishingiz kerak. Birinchisi lidlarning soni, ikkinchisi sifatli lidlarning soni, uchinchisi shu sifatli lidlardan nechta odam sizni markazingizga tashrif buyurdi va to'rtinchisi markazingizga tashrif buyurganlardan nechtasi sizga pul to'ladi. Aynan mana shu 4 ta raqam butun boshli marketing bo'yicha siz o'ylayotgan murakkab narsalarni soddalashtirib joy-joyiga qo'ya oladi. Nimaga? Chunki hozir aytganimizdek, marketingdagi hamma raqamlar boshlanishida sizga emotsiya beradi. Lekin oxirida sizga baribirga ham marketingga sarflagan pulingiz sotuvda ko'rinishi kerakligi muhim bo'lib qoladi. Shuning uchun ham juda ham ko'pchilikdagi asosiy muammo eng muhim raqamlarini bilmaslik. Endi bu qadamni sodda tilda sizga tushuntiraman. O'quv markaziga qachon sotuv bo'ladi degan savolni o'zingizga bering. Birinchi o'rinda sizga tashrif soni kerak. Sotuv bo'lishi uchun. Tashrif bo'lishi uchun sizga nima kerak desa, qachonki call center sizga murojaat qilgan mijozlarni markazga chaqira olsa, shunda sizga tashriflar soni ko'payadi. Xo'p, murojaatlar sonini, shu zaявkalar sonini, telefonlar sonini oshirish uchun nima qilish kerak desa, sizda kuchli lida generatsiya sistemasi bo'lishi kerak. Bu orqali siz ta'lim markazingizga murojaatlarni sonini oshirasiz. Teskarisiga kelganda murojaatlar soni oshsa, o'z-o'zidan markazga tashrif buyuruvchilar soni oshadi. Tashrif buyuruvchilar soni oshadigan bo'lsa, o'z-o'zidan sotuvlaringiz soni oshadi. Ikkinchi eng muhim qadam auditoriya og'riqlari va raqobatchilar analizi. Mijozlaringiz nima uchun aynan sizdan sotib olgan? Juda ham ko'pchilik aynan mana shu qismda qoqiladi, ya'ni tadqiqot qismida. Deyarli har bitta yangi mijoz bilan ish boshlaganimizda nima uchun sizni tanlaydi desa, bunaqa holat ko'p bo'ladi. Mana yaqinda ham shunaqa holat bo'ldi. Bizani bitta mana shu ishimiz uchun mijozlar bizani tanlaydi. Raqobatchilarimizda bunaqa narsa yo'q deyishdi. Biz raqobatchilarini analiz qilganimizda raqobatchilarning hammasi shu narsani qilib beramiz deyapti. Ya'ni bular qachondir bir yangilik kiritgan va raqobatchilar bu narsalarni o'zlashtirgan va bular hali ham mijozlar bizani mana shu sabab bilan tanlaydi. Raqobatchilarimiz bu ishni qilib bera olmaydi deb yuribdi. Tasavvur qiling. Lekin raqobatchilaridan farq qilmayapti. Endi mijozlar kelganda hamma bir xil gapni gapirsa, sizni qanaqa qilib ajratib oladi? Ya'ni mana shu joyda siz marketingda shu gapni qaytarib yotibsiz, reklama qilyapsiz, kontent qilyapsiz. Sotuvchilaringiz ham shu gapni aytib sotyapti, lekin hamma shu taklif beryapti. Oxirida mijozlar ha bittasizlarda bor deydi. Hammada eshitgandan keyin sizni hamma bilan bittaligingizni bilib qolib, boshqa tomoni kuchliroq bo'lgan raqobatchingizga ketib qoladi. O'sha uchun ham bu narsalarni bilishingiz kerak. Undan tashqari, ya'ni analiz qilganimizda mijozlarimiz bizani shu uchun tanlaydi degan tadbirkorlar bilan gaplashamiz. Keyin mijozlarini o'zi bilan analiz qilib, tadqiqot qilib, mijozlar bilan gaplashib, telefonda suhbat qilib, mijozlar bilan ko'rishib, yuzma-yuz intervyular, so'rovnomalar o'tkazganimizda shu narsa ma'lum bo'ladiki,
ular bu biznesdan sotib olayotganini maqsadi shu ko'rsatilgan sabab emas. Ular umuman boshqa sabablar bilan ko'rsatyapti. Mijozlaringiz boshqa sabab bilan sotib olayotgan bo'lsa, siz raqobatchilaringiz bilan birga bir taklif berib turgan bo'lsangiz, keyin oxirida aytasiz, nimaga menda marketing ishlamayapti. Aynan mana shunaqa xatoga yo'l qo'ymaslik uchun mijozlaringiz nima uchun aynan sizdan sotib olgan, sotib olmagan mijozlaringiz nima uchun sotib olmagan, raqobatchilaringiz sizdan farqli qanaqa takliflar beryapti, bu narsalarni bilishingiz kerak. Xo'p, biz bu narsani qanaqa qilib amalga oshirdik? Format chuqurlashtirilgan telefon intervyu. Biz o'sha sotib olgan, doimiy mijoz bo'lib turgan mijozlardan 30 tasini, 40 tasini, eng kamida 20 tasini telefon orqali chuqurlashtirilgan intervyu o'tkazamiz va shu orqali ularni o'sha o'zimizga kerakli savollarni berib turib, ularni og'rig'i nima xohlaydi, o'sha narsalarni ma'lumotini olamiz. Undan tashqari markazdagi jonli suhbatlar, misol uchun markazning o'ziga borib, o'qib turgan o'quvchilardan nima uchun ustoz akademiyasida o'qiyapsiz? Nimaga boshqa markazda o'qimayapsiz? Bundan oldin boshqa markazga borganmisiz? Nima uchun u yoqdan ketgansiz? Nima uchun bu yoqqa kelgansiz? Va hokazo, nimasi yoqadi, nimasi yoqmaydi degan savollarni berish orqali biz tushunib olamiz, что bizga pul to'layotgan odamlar nima uchun pul to'layapti. Endi 3-qadam. Aynan mana shunaqa tadqiqotni o'tkazib olganimizdan keyin endi bu xulosalarni reklama kreativlariga o'girishimiz kerak. Biz reklama kreativlarida shu narsalarni to'g'ri foydalana oladigan bo'lsak, o'z-o'zidan reklama natijasiga ta'sir qiladi. Reklama kreativlari bo'yicha o'zimizda standartlar, qoidalar bor. Har bir reklama skriptlari mijoz og'riqlari va raqobatchilarning analizidan kelib chiqib yozilgan bo'lishi shart. Havodan olingan, o'ylab topilgan reklama kreativlari yoki kreativ deb o'ylab topilgan g'oyalarni tasdiqlamaymiz biz. Aynan o'sha mijozlaringiz og'riqlari, raqobatchilaringiz analiziga asoslangan bo'lsa, reklama videolaringiz shundagina sizga natija olib keladi. Keyingisi bir vaqtning o'zida deyarli 100 ga yaqin reklama kreativlarini ishga tushiramiz. Nimaga? Ko'pchilik aytadi, 2-3 ta videomiz reklamada aylanib yotibdi, lekin sotib bo'lmayapti. Uzr, bu narsa sizga yetarli emas. Nimaga? 2025-yilda Facebook, ya'ni Targetda Andromeda Update degan narsa chiqdi. Ya'ni Facebookda yangilanish yuzaga keldi. Facebook oldingidaqa 3 ta, 4 ta, 4 ta, 5 ta reklama videolarini bittada yoqib qo'ysangiz, sizga rezultat olib keladigan holat endi ishlamaydi. Endi bu yoqda siz bir nechta reklama konseptlarini, bir nechta reklama tamoyillarini ishlatishingiz kerak. Bu nima degani? Eshitilishi qiyin, lekin buni biz doimiy shu narsani ichida bo'lganimiz uchun, doimiy shu narsa bilan har kuni bu ish bilan shug'ullanganimiz uchun bu narsalarni yaxshi tushunamiz. Qanaqa bo'ladi desa, oldin faqat bizda misol uchun arab tili kurslari bor. Mana shunaqa kunlarda siz kelib o'qishingiz mumkin va hokazo degan e'lonlar berilsa ishlagan. Hozir nimalar qilishingiz kerak? Hozir o'qituvchilaringizning tajribasi, o'quvchilaringizning natijasi, markazda nima uchun o'qish kerak degan savollarga javob, mijozlarning e'tirozlari bo'lishi mumkin. E'tirozlarga siz qanaqa javob bergan bo'larsiz? O'shalar bo'yicha video kreativlar. Mijozlaringizdan to'g'ridan-to'g'ri odzivlar, o'qish jarayonlari qanaqa bo'ladi? O'quv dasturi nimasi bilan farq qiladi? Nima uchun boshqa o'quv markazlari cho'zib yuradigan bo'lsa, bular qanaqa qilib tezroq natijaga olib chiqadi? Va hokazo mijozlar analizidan kelib chiqqan eng muhim nuqtalar bor va reklama kreativlaringiz mana shu nuqtalarning ustida bo'lishi kerak. Ya'ni fundamenti bir nechta konsepsiyada bo'lishi kerak. Shunchaki bizda mana shunaqa xizmat, bizdan sotib oling degan narsa endi ishlamaydi. Mijozlaringiz og'rig'i nima, xohishi nima, raqobatchilaringiz nima taklif beryapti, o'zingizda qanaqa takliflar bor, bularni o'zini bir nechta konsepsiyada, bir nechta reklamalarda yoqishingiz kerak. Biz bu narsani odatda loyihalarimizda deyarli 100 ta, ba'zi holatlarda 100 dan oshiq reklama kreativlari ko'rinishida tayyorlaymiz. Albatta bu narsani birinchi oyning o'zida qilish qiyin, lekin birinchi oyda qilingan o'sha 10 ta videoingiz ham sizga yaxshi natija olib kelishni boshlaydi. Bu narsalarni siz oydan oyga har hafta yangi reklama kreativlarini olib, reklamaga qo'shib borishingiz kerak. Ba'zilarda ko'rganman, bitta reklama kreativini oladi, shu bilan 3 oy ishlatadi, keyin nimaga natija tushib ketdi? Marketing jamoasi boshida yaxshi ishlab zo'r rezultat qilib berdi, keyin rezultat qilmay qo'ydi deydi. Odatda prosta o'sha marketing jamoa doimiy tadqiqot qilmasdan yangi reklama kreativlarini olmay qo'ygan bo'ladi. Mana shuni orqasidan natijalar tushib ketadi. Reklama kreativlari har xil segment va har xil yo'nalishlarda, har xil ko'rinishlarda syomka qilinadi.
Shuni natijasida bizada narxlar tushadi. Hozir mana shu rasmni o'zida ko'rib turishingiz mumkin. O'quv markazini reklama kabinetida hozir mana shu video syomka qilinayotgan vaqtda 95 ta reklama aktiv ishlayapti. Bu degani reklama kreativlarimiz qaysidir segmentga, qaysidir yo'nalishga, sarlavhasi boshqa va hokazo turli xil o'zgartirishlar kiritilgan holatda 95 xil variantda reklama kreativlarimiz hozir ishlayapti. Va 4-chi juda ham ko'pchilik e'tibor bermaydigan qadam bu issiq auditoriya bilan ishlash. Siz tadqiqot qildingiz, reklama kreativlarini zo'r yozdingiz, reklamalarni ishga tushirdingiz, lekin sotuvchilaringizni konversiya qilishi qiyin. Misol uchun hozir aytgandek 10 tadan 3 tasiga sotayotgan bo'lsa, qanaqa qilib 10 tadan 30 tasiga sotishi mumkin reklama xarajatini oshirmasdan? Buning uchun auditoriya sizga ishonishi kerak, sizni brend sifatida tan olishi kerak, sizni natija qila olishingizga, sizdan sotib olish eng yaxshi variantligini, raqobatchilardan sotib olsa hozir vaqtini, pulini yo'qotib qo'yish mumkinligini his qilish kerak. Mana shu narsani qilish uchun asosiy muammo nima bo'ladi desa, sizni reklamalaringiz sizni umuman tanimaydigan auditoriyaga mijozlarga chiqadi va ular sizni tanimaydi. To'g'ridan-to'g'ri ularga sotishga harakat qilganingizda ular sizga qadam tashlash qiyin bo'ladi. Bunda sizni raqobatchilardan farqlash, eslab qolish qiyin bo'ladi. Chunki raqobatchilaringiz ham har oy pul sarflayapti. Siz misol uchun aytaylik 6000 sarflayotgan bo'lsangiz, raqobatchilaringiz 4000 sarflayotgan bo'lishi mumkin. Siz 2000 sarflayotganingizda 1000 sarflayotgan bo'lishi mumkin. Bu degani ular ham sizdan qolishmagan holatda, ba'zilar undan sizdan ham ko'proq pul sarflayotgan bo'lishi mumkin. Sizni raqobatchilardan farqlash qiyin bo'ladi. Mana shu joyda siz nima yechim qilishingiz kerak? Sizni tanigan, sizga ishongan, sizdan qanaqadir ma'noda pul to'lashdan ham oldin bir foyda olgan, baraka topgan mijozlarni sonini, auditoriyani sonini kattalashtirishingiz kerak va shularga reklama qilish orqali bular sizga ishongani uchun sizdan sotib olishi ehtimolligi oshadi. Xo'sh, qanaqa qilib sizni umuman tanimaydigan sovuq auditoriyani sizga ishonadigan, sizni brend sifatida tan oladigan, sizdan sotib olishga tayyor bo'lgan mijozga aylantirish mumkin? Qanaqa qilib? Biz bu narsani qanaqa qilib amalga oshirdik? Ustoz akademiyasi loyihamizda Ustoz akademiyasini asoschisi Muhammad Nur aka Mirqodirovni shaxsiy brendlarini alohida yuritishni boshladilar va shaxsiy brend orqali 6 oy ichida 100 mingdan oshiq auditoriya to'pladilar va bu auditoriyaning ichida ularni doimiy muxlislik qilib kuzatadigan, ularni tajribalaridan, ustozlarning tajribalaridan kelib chiqqan kontentlaridan foyda olgan ota-onalar ularga qanaqadir bir ishonch bilan kuzatishni boshladi. Va bizni yonida ko'rib turishingiz mumkin. Ustoz akademiyasi oldingi nomi Hilol ta'lim. Ustoz akademiyasini reklama kabinetida reklamalarimizni olib, to'g'ridan-to'g'ri bizani tanimaydigan auditoriyaga emasdi. Buni Muhammad Nur akani shaxsiy brendlarida kuzatadigan auditoriyaga yoqdik. Bu nima degani? Reklamani misol uchun biznes egasini asoschini shaxsiy brendida 100 mingta obunachi bo'lsa, bizani reklamamiz xohlagan odamiga emasda, aynan mana shu 100 mingtaga reklamamiz ko'rinaveradi. Endi bu insonni ekspert sifatida tanigan, ishongan odamlar bularni endi markazda reklama qilishlari, o'zlarini asoschi ekanliklarini aytishlari bu juda katta ishonch beradi. Va bu orqali ishongan auditoriyaga, ishonch qurilgan, qiymat berilgan auditoriyaga sotuv qilish ancha oson bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu ishni o'zida biz reklama narxlarini $3 dan $1 dan ham arzon narxga tushirishga muvaffaq bo'ldik va leadni men bu haqida yana bir videolarimda aytganman va leadni sifati 80% dan oshdi. Bu narsani hozirgi kunda o'rtacha 50% ham juda ham ko'pchilikda normal holat bo'lib qoldi. Ya'ni 50% qilsa yaxshi deydigan holat bo'ldi. Ba'zilar shu 50% sifatni qila olmaydi. 50% dan ham past. Shunaqa bo'lib turgan holatda bizda lead sifati 80% dan yuqori va narxi $1 dan arzon. Bu juda ham katta ustunlik beradi. Bemalol qo'rqmasdan reklamaga pul sarflanadigan bo'lsa, bu narsani pulga aylantirish shunaqa oson bo'ladi. Va 5-oxirgi qadam marketingni mana shuncha qilgan ishini oxirgi nuqtasi sotuv bo'limida ko'rinadi. Sotuv bo'limi bilan biz marketing bo'limini birlashtirib, zanjir qilib, ikkita jamoa bir-biri bilan bitta maqsad yo'lida harakat qilishi. Juda ham ko'pchilik biznes egalarida bo'ladigan muammo shundaki, marketing bo'limi sotuv bo'limini ayblaydi, sotuv bo'limi marketing bo'limini ko'rishga ko'zi yo'q.
va ular bir-biri bilan mana shunaqa munosabatda bo'lib turgan holatda bir-biriga aybni to'nkiydi va oxirida biznes egasi yutqazadi. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun marketing va sotuv bo'limi ikkalasi birgalikda harakat qilishi kerak va biza mana shu tizimni o'zimizni loyihamizda, Ustoz aka zemiyasi loyihamizda shu narsani muvaffaqiyatli joriy qila olganmiz. Sotuv bo'limi bilan bizda kunlik RMP hisobot almashinuvi, sotuv bo'limi kecha nechta lid bilan gaplashdi, holat qanaqa bo'ldi, raqamlar qanaqa bo'ldi, nima narsaga o'zgartirish kiritish kerak, marketingda nima yangiliklar qilish kerak, ular mijozlar bilan gaplashgan holatda bizga ma'lumotlarni beradi. Xo'p, undan tashqari biza bu yoqda mana raqamlarni men to'liq ochyapman. O'sha oydagi raqamlarimizni to'liq ochyapman. Чтобы siz aniqroq tasavvurga ega bo'lishingiz uchun. Sifatli liddan o'quv markaziga tashrif konversiyasi 42% ni tashkil qilgan. Ya'ni 100 ta sifatli lid beradigan bo'lsak, shu 100 ta sifatli murojaatni 42 tasi markazga kelgan. Endi markazga kelganlardan sotuv konversiyasi qanaqa desa, markazga misol uchun 100 ta odam keladigan bo'lsa, shundan 52 tasi pul to'lagan. Qolgan 48 tasi ma'lum sabablarga ko'ra pul to'lamasdan chiqib ketgan. Endi bizani qiladigan oydan oyga ishimiz shu 48% nima sabab bilan bizga pul to'lamasdan chiqib ketdi aniqlab, bularga bizni taklifimizni moslashtirib, bularning e'tirozlariga yechimlarimizni berib, qaysidir joyda o'zimizni ochib bera olmagan, qiymatimizni ochib bera olmagan holatlar bo'ladigan bo'lsa, bu narsalarni ochib berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, aynan mana shu 5 ta qadamda biza bir oyda, ya'ni 30 kun ichida o'quv markazi loyihamizga 756 ta yangi o'quvchini jalb qilishga muvaffaq bo'ldik va sizga mana shu 5 ta qadamni birma-bir aniq raqamlari bilan ochib berdim. Endi bundan qilinadigan asosiy xulosalarni sizga qisqacha aytaman. Birinchisi, mijozlarni magnitdek jalb qiluvchi marketing tizimini biznesingizga joriy qilishingiz kerak. Bu Obses marketing agentligini o'zini ekosistem deb nomlangan tamoyili asosida mijozlarni magnitdek jalb qiluvchi marketing tizimi tamoyillari asosida biz o'zimiz loyihalarimizga mana shu narsalarni qo'llaymiz. Shu orqali biz natija qilishimiz, marketingga sarflagan pullarimizni sotuvda, kassada, bank hisob raqamida ko'rinishga yordam beradigan ishlari hisoblanadi. Ikkinchisi, eng muhim xulosalardan bittasi, targetdan pulni ayamaslik kerak. Juda ham ko'pchilik yoki targetologlarni ayblaydi, yoki marketing jamoani, yoki sotuvchilarni, xullas pul sarflaganmiz, mana biz ham sarflamaganmiz, lekin mana rezultat ko'rmadik-ku, o'sha uchun pul sarflamaymiz deydi, lekin mana shunaqa holatda siz yutqazayotgan bo'lasiz. Chunki hozir eng yaxshi kuchli instrumentlardan bittasi brendingizni tanitish uchun va O'zbekistonda bu hozirgi kunda juda ham arzon hisoblanadi. Mana hozirgi kunda, hozirgi misolda aytadigan bo'lsam, reklamaga $6000 sarflab, biznesingizga umumiy 6 oy davomida $162,000 tushum olib kelishingiz bu juda ham zo'r natija. Nimaga asoslanib aytyapman? Juda ham zo'r natija deb. Chunki hozir misol uchun oddiy misol, Rossiya bozorida target ishlab turgan vaqtda ham narxlar qimmat edi. Hozir Timboli target ishlamayapti. Ularda bitta klientni jalb qilish narxi qimmatlashib ketdi. Va bizani o'zimiz ham qo'shni davlatlar bilan ishlaganmiz, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston bilan. Undan tashqari Dubayda ishlaydigan loyihalarimiz, undan tashqari Amerikadagi loyihalar bilan ishlaganmiz va O'zbekistondan tashqaridagi loyihalar bilan ishlagandagi tajribamdan kelib chiqib ayta olamanki, bugungi kunda targetga pul sarflasangiz, siz yutasiz. Shuning uchun ham targetdan pulni ayamasligingiz kerak. Va uchinchi xulosa, faqat targetga o'tirib qolishi o'zi ham sizni zararingizga ishlaydi. Undan tashqari organik kontent chiqarib, organik kontent nima degani? Reklamaga pul yoqmayapsiz, video olyapsiz, Instagramga joylayapsiz va uni prosmotrlari yaxshi bo'lib, sizga murojaatlar kelishni boshlayapti. Odamlar qiziqib yozyapti. Yoki Telegram kanalingizda obunachilaringiz soni oshib qoldida va Telegram kanalingizda xabarlarni yozish orqali lead bilan call center gaplashmasdan ham sotuv qilishingiz mumkin. Yoki Instagramdan, direktdan yozib sotuv qilishingiz mumkin. Odamlar sizga telefon qilib sotuv qilishingiz mumkin. Bu aynan lead deganda faqatgina odamlar telefon nomerini qoldirib, biz bularga telefon qilib sotamiz deb tushunmang. Bu yoqda undan tashqari boshqa tomonlariga ham ishlab ketadi. Va ishonch qurishingiz uchun faqat reklama qilavermasdan qiymat qurib, issiq auditoriyani shakllantirishingiz uchun siz doimiy ravishda foydali kontentlarni, mijozlaringiz og'riqlariga yechim bo'ladigan, o'zingizni ekspert sifatida pozitsiyalaydigan kontentlaringizni ham olishingiz kerak. Va oxirgisi, sotuv bo'limi marketing bo'limi bilan samarali va birgalikda ishlash kerak. Agar hozir sizni biznesingizda marketing bilan sotuv bo'limi bir-birini dushman sifatida ko'rayotgan bo'lsa, bu yoqda siz yutqazyapsiz. Yoki siz bu jangga barham berishingiz kerak, tinchlik qaror topish kerak.
yoki jamoalarni almashtirishingiz kerak, yoki o'zingiz rostdan tizimni to'g'rilab berib tushuntirishingiz kerakki, bu yoqda yoki marketing yoki sotuvchi aybdor emas. Bu yoqda komanda sifatida yutqazdik. Biza komanda sifatida yutishimiz kerak degan narsani qo'yish kerak. Xo'p, xuddi mana shunaqa 5 ta qadamda natija olib kelgan bo'lsak va bu bizda odatda loyihalarning soni ko'p, shu vaqtgacha juda ham ko'p loyihalar bilan ishlaganmiz, natijalarimiz ham yaxshi bo'lgan, Xudoga shukr. Faqat biz bu narsalarning natijalarini doim ochmaganmiz. Hozir mana siz ekraningizda ko'rib turgan kompaniyalar bular ta'lim yo'nalishidagi biza bilan birgalikda ishlagan, natija qilgan loyihalarimiz. Eng katta keyslarimizdan biri Toshkent amaliy fanlar universiteti va bizi bu loyihaga bir o'quv yilida jalb qilingan talabalarimiz soni 20 mingdan oshiq bo'lgan. Va bu raqam tushunishingiz uchun aytaman, o'sha yilni o'zida eng ko'p talaba jalb qilgan xususiy universitetlar orasida 2-o'rinda turgan. Ya'ni butun O'zbekiston bo'yicha, butun Toshkent bo'yicha biz ishlagan loyihamiz top 3 talikda birinchi o'rinlarda turgan. Ba'zi xususiy universitetlar keladi, misol uchun shu o'quv yilida 2000 ta o'quvchi jalb qila olamizmi deb so'raydi. Men bu yoqda 20 ming ta o'quvchi jalb qilgan keyslarimiz bor. Ular misol uchun oldin qilib ko'rmagan bo'lsa 2000 ta ham nereal ko'rinadi. Lekin bu narsalarni biz ichida bo'lganimiz uchun, bu narsalarni biz butun komanda, bizdan tashqari jamoa a'zolari, universitet rahbariyati, qolgan universitetning xodimlari bilan birgalikda bu narsa bilan qilingan va biz bu narsani qanaqa qilib to'g'ri amalga oshirilishi bo'yicha bizda tajriba bor. Endi xususiy maktab yo'nalishi bo'yicha bizda Salam International School degan xususiy maktab bilan ishlaganmiz. U yoqda 30 kun ichida organikada reklamasiz 10 mingta jonli obunachi olib kelganmiz va maktabni qanaqa tartibda ishlashini ochib berganmiz kontentlar orqali va undan tashqari 104 ta o'quvchi jalb qilingan 30 kun ichida. Umumiy qabul jarayonida ko'pchilik so'raydi, 300 tadan oshiq yoki 500 ta o'quvchi jalb qilsa bo'ladimi deydi. Bu narsa bo'ladi. Lekin bu yoqda siz qanchalik shu tizimni to'g'ri qura olishingiz, to'g'ri jamoalar bilan ishlashingiz, reklamaga to'g'ri budjet sarflashingiz, maktabingiz ham rostdan shunaqa qulay imkoniyatlarga ega bo'lishi, o'zini mijozlariga ega bo'lishi, natijalari yaxshi bo'lishi, hattoki siz yangi maktab bo'lsangiz ham bu narsalarni qo'llab turib ham amalga oshirsa bo'ladi. Onlayn ta'lim platformasi yo'nalishidagi loyihalarimizdan bittasi MyTeacher onlayn ta'lim platformasi 1 oylik oboroti 800 million so'm bo'lgan vaqtda 4 oy ichida bu narsalarni qadamma-qadam sotuv bo'limi bilan birgalikda 1,5 milliard so'mga olib chiqqanmiz. Bunaqa keyslarimiz juda ham ko'p. Agar sizda ta'lim loyihasi bo'lsa, shu qabul yilida o'quvchilar sonini oshirmoqchi bo'lsangiz, reklama va marketingga sarflagan pullaringiz o'zini bir necha baravar oqlashini xohlasangiz, natijaga ishlaydigan va yirik loyihalarda katta raqamli natija qiladigan jamoa bilan ishlashni xohlasangiz, Obses marketing agentligi bilan hamkorlik qilishingiz mumkin. Aynan mana shu o'quv yili uchun qo'yilgan o'quvchi, ya'ni sotuv planini yopish uchun to'liq marketing strategiyasiga ega bo'lasiz. Brendingizni bozorda tanilishiga, ijtimoiy tarmoqlarda sizni tanilishingizga, kontentlar orqali brendingizni tanilishiga, qanaqa tartibda ishlashingiz, qiymatingizni mijozlaringizga to'g'ri yetkazib berish bo'yicha, maqsadli murojaatlar oqimini jalb qiluvchi performance va zapusk texnologiyasi asosida sotuv qilinadigan sistemaga ega bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari oddiy tilda aytganda sezonni, ya'ni o'sha aktiv o'quv yilida qabul jarayonlari davom etayotgan vaqtda planingizni yopmasdan o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz, siz keyingi 1 yil davomida yana qiyinchilikka uchrashingiz mumkin. Aynan mana shunaqa holat bo'lmasligiga bizning tajribamiz sizga yordam beradi. Bizda odatda bir vaqtning o'zida ishlaydigan loyihalarimiz soni cheklangan va bitta yo'nalishda faqatgina bitta loyiha bilan ishlaymiz. Masalan, bitta turdosh yo'nalish, misol uchun aytaylik, siz kimyo biologiya yoki meditsina o'rgatadigan xususiy maktab bo'ladigan bo'lsangiz, siz yo'nalishingizda faqat bitta loyiha bilan ishlaymiz. Va xuddi shunaqa xususiy universitet bo'ladigan bo'lsa, xususiy universitetda ham xuddi shu ta'lim yo'nalishlari bilan birga bir bo'lgan, ta'lim yo'nalishi bo'lgan ikkita universitetda ishlamaymiz. Bu degani biz ta'lim loyihasini qaysidir yo'nalishlari bo'yicha faqatgina bittadan loyiha bilan ishlaymiz. Agar sizga xuddi shunaqa natijalar va xuddi shunaqa yondashuv qiziq bo'ladigan bo'lsa, biza bilan hamkorlik qilishingiz mumkin. Buning uchun esa mana shu video ostidagi havola ustiga bosishingiz va ma'lumotlaringizni qoldirishingiz kerak bo'ladi. Biz siz bilan bog'lanamiz, bepul strategik uchrashuv belgilaymiz va siz uchun hozirgi A nuqtangizdan B nuqtaga olib chiqadigan
marketing strategiyasini tuzib beramiz. Agar bizda loyihalar soni to'lmagan bo'lsa va sizni yo'nalishingiz bo'yicha bizda aktiv ishlayotgan loyiha bo'lmasa va bizni jamoamiz loyiha ola oladigan holatda bo'lsa, sizga taklif beramiz. Agar biz sizni loyihangizni qabul qila olmaydigan holatda bo'lsak, shunda ham siz eng kamida bepul strategiyaga ega bo'lib, o'zingiz boshqa jamoalar bilan yoki o'z jamoangiz bilan amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Maxsus taklif esa faqatgina cheklangan sondagi loyihalarga va cheklangan muddatga beriladi. Shuning uchun ham eng kamida bepul marketing strategiyasiga yokida biz bilan hamkorlik qilishga ega bo'lish uchun shunchaki shu video ostidagi havola ustiga bosib ro'yxatdan o'ting. Obsess marketing agentligida loyihalar bo'yicha case tahlil rubrikamiz davom etadi. Keyingi videolarda xudo xolasa bizda boshqa yo'nalishlardagi loyihalarda qanaqa qilib murakkab marketing vazifalarini hal qilganimizni va qanaqa qilib natijaga erishganimizni aniq qadamlarda yana ham ochib boramiz. Agar sizda qanaqadir yo'nalishda marketing bo'yicha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sizning savollaringizga ham videoda javob berishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.